Assalomu alaykum. Gentra Nex 3 Cobalt'da shunaqa holat juda ham ko'p kuzatiladi. Benzindan gazga o'tish uchun gaz bossa, keyin o'tadigan bo'lib qoladi. Shuni oddiy usul bilan to'g'rilashni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun kapotni ochganmiz. Kapotni ochib olamiz. Shu yerda bobinaga ulab qo'yiladi ko'p holatda. Emulyatorda impuls. Buni uzamizda. Bu yerda datchik bor. Pastki dual datchik deyiladi. Buni chiqarib olamiz. Steker chiqarib olganmiz. Shu yerdan oq plastmassasini surib turib maytni bosadigan bo'lsak chiqadi. Bu yerda ulaydigan joyimiz mana 3 ta kabel bor. O'zimizga qaratib olganda o'ngda, o'rtada chapda. Shu chapdagi to'kini ochib turib, shunga impuls kabelni shuna ulab qo'yamiz. Undan keyin xudo xolasa gaz bosmasa ham shuna o'tadigan bo'ladi. Hozir bitgandan keyin ham ko'rsatamiz hozir holatini. Chiroyli qilib ulab, stekerdan joyiga qo'yib oldik. Hozir yurgizib ko'ramiz. Holatni ko'rasizlar jilar. Hech qanaqa gaz bosilgani yo'q. Yurdi. Gazga o'tdi. O'chib qolyapti. Endi buni bitta ish qolyapti. Bunga kondensator qo'yamiz, relay bilan xudo xolasa ishlari bitadi. Gaz bosmasa ham o'tadigan bo'ldi gazga. O'chmadi bu safar. Lekin kondensator qo'yamiz, xudo xolasa bezatkaz bo'ladi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lsa, o'zingizlar to'g'rilab olsanglar ham bo'ladi. Bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Gentrasi, Nex 3, Cobalt'ı o'chib qolgan gazga yaxshi o'tmayotgan akalarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni.